Tayyortam taomlar supsiga bugun elib kelgan tamoqimiz bo'lsa, go'sht kumuluchi bilan budun tuxumini birlashtirgan go'sht qo'rimiz elib keldik. Hammalarniki e'tibor berishlarini umid qilamiz. Hamsi ketdik. Bugungi qo'rimizga ketadigan materiallar, asos materiali go'sht, qo'shimcha materiali budun tuxum, qizil laza, ko'k laza, so'mpiyoz, samsaq, sinjan qatorlar ketadi. Bugun qo'rimiz bo'lsa alayda qo'rima. Diqqatinglar ekranda bo'lg'ay. Hamsi boshlab ketdik. Qizil lazni 4 çasa şekilde to'g'rab tayyorlab olamiz. Buna o'xshash shaklda mana 4 çasa. Ko'k lazımı o'xshash o'tirib ish qilib 4 çasalar to'g'rab tayyorlab olamiz. Sinjonni ushaq berib to'g'rab tayyorlab olamiz. Samsaqni yaproqlab to'g'rab tayyorlab olamiz. Go'shtni nepil to'g'rab bo'lgandan keyin sirq to'g'rab bo'lgandan keyin ushaq dinqib bo'lgandan keyin buni ximirch qilib chanab tayyorlab olamiz. Bizim chanab tayyorlab oldik. Endi tuz, tayyortamni tetikkusdan vijin, azroq jijin, azroq oq mosh, xojo, azroq zira qatorliqlar, ko'ylinglardagi tuxum. Arkadaşlar ko'rib turganlaridek shu vanziga, shu so'mpiyoz bilan sinjonni chilab, boshdan suyini azroq qo'yib tayyorlab olamiz. Tayyortamniki diamfindin 2 qo'shiq aralashtirib, buni ko'rib turganlaridek vanzi qilgan go'shtimizni qaynab, chanab dardamalan selep tayyak oldu şundan müzik propiste. Ama may kızganda bir kumalaş kılıp zalı kılıp ele alımız ha. Dikkatine bizde boğay. Arkadaşlar körüp dokunlandaki ben seleş başlap kettik. Muş göçlü çanap, çoğun çanap boğandaki muş tohum, krakmal, dardamalarla muştak ekip, hakiki mine koyunun güçünü muşundak çanap ekip, moyundak venzi kılıp, venziden kısanlan buldu, hunşo venzi korsanlan buldu, venzi so ençünden kısanlan buldu arkadaşlar. Bu hem de köyünlerdeki ailelerde bulup ballar acayip yaxşı gördü. Göçni venzi qilib oldik. Nemi qo'rsanlar nurg'un qo'rimlar chiqdi. Bulup mu ballar bek yaxşı gördü. Haqiqiy venzi, haqiqiy venzigan buni ichiga hech qanday sayko'ytatma qatmadik. Faqat gang go'sht. Ve qarsanlarmi 100 kaydak venzi olib ketibdi juma bu venzi. Mushu jarayonda turdoshlar. Ko'k qizillarni baqatan mayoq seplam, mayda o'tkazib olamiz mana o'xshash qilib. Bunda qilishimizdagi sabab bo'lsa, paqroq chiroyli chiqadi ko'k qizillarza. Budun tuxumining o'xshashlar. Aslida venzi pishyapti buni. Mana o'sha qisam tek yaxshi. Soat bo'lsin. Tuxumni soat tayyorlab oldik. Venzimizni pishib turib, suzib tayyorlab olamiz. Ko'ringlar venzni. Venzining cho'ng kichigi budun tuxumidek bo'lsa tek yaxshi. Sop seriq mushalar chiqish kerak. Tayyortamning sup meydin map xibiqtada. So'mpiyoz saldik. Zencefil saldık, samsaqni saldık buna, ko'ngillardek. So'mpiyoz, samsaq selib, ishdan qo'rib, mezlik purg'i chiqqan ekan, azroq lapiza, azroq pomidor qiyami tayyortamniki, bosh o't qo'rib, mezlik purg'i chiqqan ekan, azroq sho'rib qo'yib, vazi chilashqaday sho'rib qo'yamiz, tuz, tayyortamdan vijin, jijindan map qo'yib, akmıştan azroq silib, şeker azroq solamiz. Tayyor qo'ygan vanzimizni silib, 2 minut atrofida qaynatib, tayyortamning xojo mayda azroq qo'yib, qo'ngusdan azroq qo'yib, ishdan achisi qo'yib, uzuqlik qimmati eng yuqori bo'lgan hammamiz bilamiz budunning tuxumi. Tuxumdan hamma bolalar yaxshi ko'rdi. Buni uşaq bolalar bilan mushunga o'xshash oilalarda mushundaq vanzi qilib Moşunda tuxum bilan qo'rib yasanlar bo'ldi. Yemaydiganni men ko'rib baqay. Hamma bola yoqtirib yeydi. Tuxum namsa saldoq, azroq yo'l kraxmal qo'yib, suyini qo'yildirib olamiz. Ko'k qizil lazni selib olamiz. Oxirida azroq faqratmay qo'yib olamiz. O'xshagan bizning vanzi sov anchundan mana go'sht kumluchi bilan budun tuxumini birlashtirgan qo'ribimizmi tayyor qoldi. Bo'lsa oilalarni sinab beqishinglarni, oshpaz ustamlarning bunda oshxonalarda chiqarishinglarni uzuqlik qimmat jihatdan bo'lsin bu seninki hamda hammamiz bilamiz. Mana bizning o'xshagan bugungi vanza sov anchundan budunni tuxum bilan go'sht kumluchidan birlashtirib qo'rgan qo'rimizni tutib chiqdi. O'g'in oldinglarmi bir tal haqsiz yurganlar besib qo'yib, oilalarda sinab beqishinglarni umid qilamiz ham tavsiya qilamiz. Hamsa bizga ergishinglar, chilak sonimiz texim sarxil.